Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Inshaalloh Chechen Pason kotej eshiklarimiz ham tayyor bo'ldi. Suvarkadan chiqdi. Xudo xohlasa kraskaga tayyorlash jarayonlari boshlandi. Balkon panjaralarimiz ham kraskaga tayyorlanmoqda xudo xohlasa. Mana bu yerda esa listali 1.8 bir qavat Dubay fason darvozalarimiz tayyorlanmoqda. Qulay variantda. Kvadrat metri 650 ming so'mda. 12 tevlotga dastlabki bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Mana bu yoqda esa taroqli 1.8 listli darvozalarimiz ham tayyor bo'lyapti. Xudo xohlasa suvarkadan chiqish jarayonlari full variantda bu ham. High tech fason pechat darvozalarimiz, o'tda ko'zlar ponna buruch, ikki chekka ramkalar 8 ga 4 buruchda. Radiator fason pechat darvozalar, o'tda ko'zlari buruch, chekkalari ponna buruchli profilda bo'lgan. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqa chiqasiz. Asl baraka temir darvozalar. Pastda nomerlarni qoldiramiz. 12 ta viloyatga dastlabkasi o'rnatib berish mutlaqo tekin.